ketdik unda boshladik. Yurmoqda. Braziliya. Layba. Cristiano Ronaldo olamiz. Qani ketdik. 1 milyard 160 milyon 108'lik Ronaldo, Cristiano Ronaldo kardı. Assalomu alaykum. Sizlar bilan ayli do'stlar, bugungi video roligimizda 108'lik Cristiano Ronaldo Al Nassr klubidagi 108'lik kardini olishga harakat qilamiz. Undan tashqari bir ikkita paklar va extra time kelgan yangi narsalarni ham ko'rib chiqib obzor qilib ko'ramiz. Hozirda bizda birinchi bo'lib paklardan boshlaymiz, keyinchalik esa Cristiano Ronaldo olsak ham bo'laveradi. Hozir bizda 6000 ta naqamiz bor ekan, pakimiz beradi 6000 ta almas. Dan 3000 ta ketsa ham yaxshi o'yinchi beradigan bittaman demoqchi edim. O'yinchi tushmadi degan yozuv chiqsa hozir ajab emas. Sababi 109'lik berdi. Mayli bu 109'liklarga biz yig'ib tashlasak ham bo'laveradi. Va bizga kelgan yana Black Fury Die degan naqa ham bor. Narsa ham bor. Hozir 106 dan 100 necha turgacha normal o'yinchi berdi, adashmasam. Normal o'yinchi berdi shekilli. Qani ochib olamiz. Kuchliroq o'yinchi bergan bo'lsa yaxshi. 150 kart ushlagan bo'lsak ham yaxshi yoki undan ham kuchliroq o'yinchi bergan bo'lsa undan ham yaxshi. Ketdik unda boshladik. Yurmoqda. Braziliya. Layba. Roberto Carlos kardini ushladik do'stlar. 15'lik Roberto Carlos kardini ushlaganimizni qaranglar. Birinchi marta 100 naqani ushlab ko'rdik, lekin eng qizig'i oddiy kardan emas, premium kardini ushladik. 115. Ajoyib darajada Real Madrid klubi afsonasi biz hozir ushladik. Nimaga buni kuchaytirib bo'lmaydi desangiz, hozir to'xtatib buni oldi. Rankini kuchaytirib olamiz bitta. 115'lik Roberto Carlos afsonaviy legenda tushdi bizga hozirda. Bu juda ham yaxshi o'yinchi. To'g'risini aytsam, aykon chiqishini kutmagan edim. Umuman kutmagandim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, unda premium kardni yoqamiz ketdik. Hozirda 114 ga ko'tarib qo'yib 115 ham qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Lekin mana bu Alvaro bizga endi kerak emas. Sababi bizda Real Madridning afsonaviy o'yinchisi bor. Mana shuncha narsa qo'shildi. Ko'ramiz hozir buni statistikasini. Endi buni qo'yamiz. Endi qo'ysak bo'laveradi. Endi ko'ringlar. Vau! Furqat deyapti-ku va do'stlar, xas deyapti-ku. Uni qaranglar, bunaqa mazaligini qaranglar buni. Hammasi 150 dan oshiq. Buni tiqib yuboramiz, bittasini qoldirish kerak-ku. Sal bo'lsa ko'tarilishga yordam bersa ham kerak deb o'ylamagan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bunchalik kuchli kart ushlaymiz deb o'ylamagandim. Bu videoda davaychi endi Roberto Carlosni hurmat qilgan holda 100 ta dona like yig'ib, kanalga obuna bo'lib 50 ta obunachi qilib tashlaylik. Iltimos endi kelinglar. Roberto Carlosning premium kartini men bilmayman, bo'lmasa bunga qanday qilib erish oson bo'lmaganini tushunsangiz ham kerak o'zingiz ham. Unda faqat endi men shu Black naqani o'tsam ham kerak do'stlar. Hozirda bizda jami bo'lib 200 dan oshiq bo'ldi bizda. Hozirda 200 dan oshiq. Hop, endi kerak nimalar kerak emas bizga? Abduqodir Husanov kerak bo'ladi, lekin Rashford kerak emas. Rashford bilan Ibrahimovich mayli tursin. Rashford lekin bizga umuman kerak emas. Bilmayman nimaga Rashford inada вообще-то вопросом.
Hozir ko'ramiz, agar kuchliroq o'yin tushib qoladigan bo'lsa, maksimalli o'yinchilarni olib maksimalli pul yig'ib hammasini sotib yuborishga kirishsak bo'ladi. Mana bu yerda bitta o'yin kelgan, ajoyib o'yin kelgan. O'shani o'ynaymiz. Wow, lekin to'g'risi men kutmagan edim bunaqangi darajada premium kart olaman deb. Eng qiziq premium kart. Wow, imzosi tushirilgan premium kartini ushladik. Maslahatim Free Day'ni otsalang bo'ladi, ya'ni juma kunga naqani Black Dars. To'g'risini aytadigan bo'lsam, qotmoqda, bilmayman nimaga internet xursandchilikni ko'tara olmayapti bu internet ham. Lekin gap yo'q. Mana bu yer ekranma Start boshla kont. Endi o'ynasak ham bo'laveradi. Qani ko'raylik nima ketyapti ekan hozir bu yerda. Rama ushlagan ekanmiz. Apme. Kerak emas bizga bunaqa narsalar. Boshdan ketdi 1 2 3 ketdi mana shuni. Nimaga bunaqa? 15 soatdan keyin otasan debdi. Mayli 15 soatdan keyin bo'lsa 15 soatdan keyin. Ular Real Madrid gol seriyasini savol javoblardan o'tishga harakat qilamiz. Travel time to'g'risi. Became mayli 10 emas, 3 marta. Buni bosamiz. 20. Real Madrid Juventus. Va Zidane. Rol. Yo'q, bo'ldi. Hatto 2 dan to'g'ri 3 ta xato bilan biz mayli bizga bo'sh kerak emas narsalar beryapti o'zi vosh qaniyapti. Lekin Real Madrid bilmayapti. Ajoyib. 115 kart. Bu videoga 100 ta like yig'masak ko'ringlarda o'zli. Videolarning sonini kamaytirib tashlaymiz вообще. Oh, what's low from can play every day. Birinchi bo'lib B'ni bosinglar. Ko'rib olinglar, sizlarga kerak bo'lishi mumkin. Ya B ekan endi. Yana B'mi? Endi A bo'lmasa qaranglar. B ekan. Hammasi xato bo'ladi. Hammasi xato. Xato. Hali A bo'lib chiqmasa yutqizdik. Endi B. To'g'ri, bitta to'g'ri. Bitta xato. Bitta to'g'ri. 9 ta e'lon to'g'ri bo'ldi. Mayli chesa qilmaydi. 10 50 ta almas bitta yaxshi. Haliga qaytarib oldik. Yaxshi. Haliga qaytarib oldik. Endi nima qildik? Mana birin kelinglar biz o'zimizga kerak bir nechta narsalar chiqamiz. Hozirda kelinglar endi biz bir nechta narsalar obzor qilsak. Hozirda biz o'sha Atax bo'limidan FC Mobile chempionda ketmoqdamiz. Endi buni ertaga mana bu yerda beradigan mana bu tokenlarni olishga harakat qilish kerak. Maslahatim yig'inglar, kerak bo'lar ekan. Ba'zida keyingi o'yinga ham yig'ib qo'ysalaring kerak bo'ladi. Endi bizga kerak bo'ladi futbol center degan joyga kiraylikmi birinchi? Yo'q, birinchi Golars erasiga kiramiz. Va nihoyat do'stlar kirib oldik-ku. Xo'sh, endi ko'rib chiqsak. Live. Ron. Xo'sh, bu yerda qachondir 40 kundan keyin reys berar ekan 106 lik CDM Arsenal o'yinchisi Premium Ligada o'ynaydi, en galat o'ynaydi. Endi matchga o'tgan bo'lsak, bu yerdagi o'yinlarni ko'rsangiz ham bo'laveradi, bemalol o'ynasangiz ham bo'laveradi. Mana bu yerda masalan World Class yoki professionalda o'ynasangiz bo'laveradi. Agar akkauntingiz kuchli bo'lsa, undan tashqari o'ynash maslahat bermayman boshqalarini. Endi bu yerda biz o'zimiz qanday o'yinchilar borligini ko'rib chiqamiz. Statistikasi past yaxshi, shoting yaxshi, passing jicha pastroq, dribbling pastroq, defending pastroq, lekin salomatlik yaxshi. Endi Ferran Torres ko'ramiz. Pas yaxshi, bu yaxshi. Deyarli Cristiano Ronaldodan yaxshi, lekin bilmayman nimaga.
Endi kesib olishni boshlaymiz. Bo'ldi, endi ketdik. Cristiano Ronaldo olamiz. Qani ketdik. 1.160.000.000 108'lik Ronaldo, Cristiano Ronaldo kartı. Asosiy maqsadlaringiz nima demoqchi bo'lsalaring, asosiy maqsadlardan endi biri asosiy maqsadlardan biri endi qiymatchilardan ponni sentalik yoki 100 talik o'ynab Ferran Torres olish.